meni O'zbekistonda da qaraylar. Sen o'zbekcha ayt buni. Navruz bilan qutla. O'zbekcha. Bayramingiz muborak bo'lsin. Men Andijon oblasti, Baliqchi rayonidan bo'laman. Hammalaringni qutlayman. Bayramlaring muborak bo'lsin. Tabriklayman. Ko'pdanmi bundasiz? Ishlaysiz bunda? Ha, men ishlayman. Erishasiz. Aylangiz zo'rmi? Ha, yaxshi. Xotiningiz bor, bolalaringiz burada bormi? Bolalarim bu yerda emas, Andijonda. Andijonda? Nega ishlaysiz? Men Kamaz zavodda ishlayman. Ha? Kamaz zavod. Kamazda? Necha yil endi Kamazda? Yil keldim, yangi. Yangadan kelding malla. Bizning bir o'zbek anda podyezdda uydan yuvib bering, men intervyu yasadim, ana necha ming kishi odam qaradi. Ha, intervyu beravering mana. Berasizmi intervyu? Sen endi Kamazda kelding, andaga hunar kerak. Seni hunarni ilk o'randingmi? Bunda kelgach o'rratdilarmi? Nindi anda ishing sening? Slesarmi? Kamaz zavodda endi o'rganaman hunarni. Anda zavodlar bor. Прессовый, рамный, masalan, liteyный, кузнечный. Siz nindi zavodda? Liteyный zavodda. Liteyda. Anda bor CTSL, цех точно litya. Bilasizmi endi? Men gazetda ishladim, yozdim o zavodni. Liteyni zavodda. Aqsha beralarmi? Para, pul, yaxshimi? Pul yaxshimi? Beradi. Men yangi keldim. Sen o'zbeklar qadashimizga ayt, kelingiz Tataristonga bilan bunda yaxshi deyin. Rahmat. Kelaveringlar. Sen shunda ishlaysanmi? Ayda tushir mana, seni bilib tursinlar. Tak, pardon. Tak. Monjonov Shohi Jahon Utkirбек na Kamazi. İş barmı Kamazda kelsalar o'zbeklar? İş ko'p. İş barmı, ko'pmi? Aqsha beralarmi? Menga mana O'zbekistondan adam aytdi, erkak. U aytdi, bizda ish bor O'zbekistonda, ammo aqshani, parani az beralar deb. Bunda para beralarmi? Paralar. Aha, yaxshi-da. Mana osh qilib yeyapmiz bayramlarda. Yari. Siz plovni bunda birinchi topqir plov yasizmi bayramda? Biz Navruzda birinchi topqir keldingizmi? Yil birinchi kelishim, mana birinchi marta beryapman. Navruzga. Navruzga keldingiz, Yaxshi bo'lgan. Yaxshi bo'ldimi Navruz? Ushadimi? Gap yo'q bo'ldi. Yaratdingmi Navruzni? Yaxshi bo'ldimi? Menga yoqdi. Yaxshimi? Yari, rahmat. Mana